Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tuğlۇق, Xəmit, Shvetsiyaning poytaxti Stokholmda yashayman. Men navbatda ota-onamningki o'rligi va nahaq kesib ketganligi uchun Shvetsiyaning parlamenti Shvetsiyaning poytaxti Stokholmga parlament binosi oldida yolg'iz kichik namoyish qilyotgani 100 kunda eshib qoldi. Ben bu 100 gün jarayonida nurg'unlagan do'stlarga va nurg'unlagan tajriba saboqlarga shundaqla nurg'unlagan qiyinchiliklarga va tosh to'qmoqlarga ahonatlarga duch keldim, lekin meningki irodam qat'iy tavrab qolmadi. Chunki bizniki qilayotgan ishimiz yolg'iz ota-onamizning ishi emas, balki bir zumin tuproqning ishi. Shuning uchun qat'iy irodamiz to'xtab qolmasligi mumkin. Mening bu yerga chiqib namoyish qilishga sababim bo'lsa, birinchidan Shvetsiya hukumatiga meniki ota-onamniki nahaq kesib ketganligi va yordam so'rab parlamentlarning ichidan kimdir bir odamniki chiqib ko'ngil bo'lib, ota-onamning ishini tashqi siyosatga aylantirib, ota-onamni qutqizib chiqish. Ikkinchisi bo'lsa, vatanimizdagi lagerlarni ahvolini tushuntirish va vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni mishada o'tgan odamlarga va parlamentdagilarga bular biladi, shunday bo'lsa-mu yana bildirish, shundaqla balkim shu Shvetsiyaning bu yaqinda irqiy qirg'inchilik qildi degan xabarni chiqarishi mumkin. Hozir partiyalarning ichida Uyg'urlar uchun yaxshi bir sharoitlar ketyapti. Shuningga men har bir qarindoshlarningki o'zininki shu kallasiga o'zlari ega bo'lib, ota-onasi uchun darhol chiqishini umid qilaman. Qaysi kunmi bir Xitoy saqchisiningki nim qilganini ko'rib, shu intervyu berganini ko'rib, shu bizga qanchalik darajada zulmlarni, qanchalik darajada bizga qirg'inchilik qilganliklarini ko'rib olsak bo'ladi. Shuningga qarindoshlar, biz hargizmi to'xtab qolmasligimiz kerak, hargizmi mushu yo'ldan yonmasligimiz kerak. Ondan keyin yana Dünya Uyg'ur qurultaydikilar cho'qim bu munofiqlikdan qaytish kerak. Bularningki qo'ng'iga tip yurib, bularni shu izib turib, dastlab turib, chaylab turib ishiltish kerak bu go'ylarni. Bular poq o'sma baribir o'g'itning o'rnida ishiltish kerak. Chunki bular energiyadan pul olib, yana xalqaro jamiyatda yana avtonom tilamchiligini qilib, bizningki mustaqillik bo'lgan chaq pelakningki aylanishini garchi yaxshi ketayotgan bo'lsa-mu, baribir ostilishga sabab bo'lyapti. Andan keyin Amerikadagi Robiya Qodir, Roshan Abbas, Rishat Abbas, Umar Qanat, Olim Sitov shu indigenous people'larni qanday qilishgan bo'lsang, shunda yig'ishtirish. Uni sen chiqqan poxni biz yig'ishtirmaymiz. Qumanga tip yurib turib yig'ishtiramiz. Tillab turib, dushkanlab turib. Chunki men indigenous people emas. Men oldimga bir ta yo'parmoq atib qo'yib, o'qiya tutib yurmayman u yerda. Men normal kiyib, ishlab, bosh to'lab, YouTube'dan siyosat o'rganib, analiz qilib, menda bir fikr qilgan menga ong bor. Sen go'ylar o'zing indigenous bo'lg'ashqa, rasvo bo'lg'ashqa shunda qilishsan. Undan keyin toplarda meningki o'tganda bir Gollandiyaga borganda do'stlarim bilan o'tagan, adlarim bilan o'tagan rasmlarimni taqib, shu qizlarning keyinda o'tagan. Shuningda mening kaynimdan pich so'zaklarni qo'yibdi. Men shunda qo'yaki, ular degan mening do'stlarim va adlarim. Shuningga meni qanday ahonat qilsanglar mayli, lekin boshqalarga gap kelishni men xohlamayman. Men haqqasingdek senatordagilarga qo'ng'vermadim. Haqqasingdek tarjimonlik qilib berib, Amerika armiyasiga qo'ng'vermadim. Men buzoqchilik qilgan yerim yo'q, xalqning uyini buzatgan yerim yo'q. Men hech qachonda bir yerdan tutilib qolgan yerim yo'q. Qaysi kuni birisi menga seningki bir tal yalang'och rasmingni g'ilbal u yer ko'rib qoldik deydi. Ko'rib qolgan bo'lsanglar, taqtinglar to'ptoplarda bir yalang'och bo'lsa nima bo'pti? Yalang'och bo'lsa. Indoneziyaninki prezidenti ashunda 80-yili Rossiyaga borgan chaqda, Sovetga borgan chaqda, shu Indoneziyaninki bir oroli Rossiyaga kerak bo'lib, shu Indoneziyaning prezidentini shu yigizib, ishkizib, kashda rus qizlari bilan birga bo'g'izib, uni kameraga ilib, aytsa, Rossiyaninki
degan, sen bizga shundoq shu yeringni bizga mana shundoq o'tinib bermasang, biz mana filmlaringni oshkorlaymiz deb. O'sha Indoneziyaningki prezidenti degan shu chaqda. Meningki karvatning ustidagi yangzamning qanchalikligini xalqim bir ko'rsin qo'yvat deganda, shu kun uchib berib xalqqa o'zi oshkorlagan. Men mushtaq qildim xalqim, sizlardan kechirim so'rayman deb qilgan. Bizningki da'vochidagi ba'zi bir shalla xotinlar, rasvolar o'ziniki ishdan beg'ida ilinib qilib, ashundaq gapni qilib, shu narsalarga qul bo'lib, qanchalik nomussiz ishlarni qilyapti, qanchalik o'zininki o'rmonning eshib ketganidan, havoyi havasidan o'zini kontrol qila olmay, ashundaq yalang'och rasmlar, yalang'och videolar bo'linib, o'zlarininki qanchalik rasvo Uyg'ur xalqininki qanchalik qo'liga qon bilan minib ketishiga sababchi bo'ldi. Afsus, ular bu yo'ldan qaytolmaydi. Ularni Allohmi kechirmaydi, zaminni kechirmaydi, tuproqni kechirmaydi, vatanni kechirmaydi, xalqni kechirmaydi. Hatto g'arb ellardagi siyosatchilar, g'arb ellardagi istixborot idoralari bu narsalarni obdan biladi. Shu mushinchilik gapim. Shuningga meningki qandaq rasmim yoki qandaq aybim bo'lsa, qo'rqmay ichaveringlar. Men hargiz to'xtab qolmayman. Meningki qanchalik darajada, masalan, men burun qanchalik darajada mayli nima qilishidan qat'iy nazar qo'yvassanglar bo'laverdi. Qo'linglardan yetishdan kagicha sistinglar. Lekin men to'y qilmagan bola, men degan o'g'il bola qanday o'ynamdim, chopamdim, ichamdim, chekamdim. Nima qilsam, men tashkilotning a'zosi emas. Men odatdagi bir tuproq. Sen bo'ylar tashkilotningki a'zosi. Mana shunday gap. Shuningga qarindoshlar, mana shunday qanday ba'zi bir narsalarimiz oshkorlanib ketib qolamdikan yoki ba'zi bir narsalarimiz mana bo'lib ketib qolamdikan deb ortiqcha qo'rqib, ansirab ketmanglar. Hech nima bo'lmaydi. Qani bo'g'incha bo'lib baqsin, tag'inni ko'rimiz oldirmay. Qarindoshlarningki hech qanday bir nima qilmay, bir qanday narsalardan tamtirmay, hech qanday bir bu tamtirmagan asosda, hech qanday bir narsadan qo'rqmagan asosda o'zininki maydonini ota-onalarga ega chiqishini, o'sha azizlarimizga ega chiqishini umid qilaman. Chunki bizningki ota-onalarimiz turmalarda Xitoyninki dafsan holatda o'tib ketib qoldi. Shuningga qarindoshlarningki vaqtida ota-onasiga ega chiqishini umid qilaman. Rahmat. Alaykum assalom. Ali. Oh, you're holding it? Your parents, they got sent to the... Yeah. Consultation camp. Not on the first color? No. Arabic? No. Checheni, Russi, No Russia. Uyghur. Uzbeki? No, Uyghur. Uyghur? Yeah, Muslim in China. Yeah, Uyghur. Inshallah. Thank you, my brother. Thank you. Where are you from? Chichen, I know. Inshallah, they will get released. Thank you, my brother. Yeah. I'm just Too many people. More.